Yalğız toyun qo'shiqi. Yalğız toyun Qumul shahrining Toshviliq yesidagi bir tog'ning ismi. 1688 yilidan 1694 yilgacha Nurxoshning o'g'li G'aldan Qo'ntayji butun vatanni qattiq parakandichilikka silib, yurt xalqini bulang-talang qildi. U boshchilik qilgan qurolli bosmachilar Qumulning Yalğız toyun qatorliq joylarga bostirib kelib, o'rmi o'rayotgan begunoh 66 nafar yoshdan 40 nafarni qirg'in qilgan. 26 nafari qechib qutulgan. Buningga chidab turolmagan Ömer Batur boshchiligidagi Qumul xalqi bosmachilarga qarta jazo urush qilib, ularga qoqshatqush zarba berib, jang g'alabasini qo'lga keltirgan. Bu qo'shiq ana shu tarixiy voqeani aks ettirgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Yalğız toyun to'g'risida yana dostonmi yozilganligi ma'lum. Yalğız toyun bir parcha tog', tabiiy qo'rg'on, 66 yosh balini bug'doydek o'rg'on. Yalğız toyun yalğız xada suvlarni sepgan, o'zi piqir ko'ngli sunuq osmonni tepgan. Yalğız toyun yalğız jangza, o'zi shu xo'za, yotqan yeri oltin xada, kumush mo'xoza. Yalğız toyun tog' orqasi qapqara saydur, Ömer Batur mingan eti ko'k oli taydur. Ko'k oli tayni minib o shamoldek chapqan, chidolmasdan yov lashkarlari o'rilib qochgan. 66 begunoh yosh Alloh deb yotgan, ota-onasi yig'ilib ketib motamga patgan. Lachin ko'ldan tushib ketdi, otlar o'ynatib, qo'llarida kumush miltiq, qo'lanlar otib. Lachini g'oldan tushib ketdi bir Hoshim o'g'lan, qizil yeshil to'n kiyibdi, yaqsi bo'lg'un. Ömer Batur jangi tushib qoqshidi dushman, quyruqini tikib qochdi yov sesiq aman. Ömer Batur xush edi tog' davan ochgan, otni qo'yib tayni minib xotang yo'l ochgan. Yalğız toyun tog' orqasi tüp-tüz bir tabiiy qo'rg'on, 1300 cherik kelib kayniga qochgan. Yalğız toyun bir tog' ishkan 11 kun turdim, men degan yoralardan hol ahvol so'rdim.